O'zbekistonda AQSh fuqarolari uchun vizasiz rejim joriy etildi. Birinchi marta bir vaqtning o'zida Markaziy Osiyoning 5 ta davlati O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston prezidentlari AQSh prezidenti bilan muzokaralar olib borish uchun bir stol atrofida yig'ildi. Assalomu alaykum. O'tgan hafta davomida bo'lib o'tgan yangiliklar va xushxabarlarni yoritib boruvchi bu Xo'sh xabar kanali va bizda hafta dayjesti. Prezident Shavkat Mirziyoyev va Donald Tramp Oq uyda tarixiy S5+1 formatdagi sammit boshlanishi arafasida muzokara va kelishuvlar olib bordilar. Tramp yana bir bor o'ziga qulay vaqtda O'zbekistonga tashrif buyurishga taklif etildi. Shavkat Mirziyoyev 2026-yilgi S5+1 sammitini Samarqand shahrida o'tkazishni taklif etdi. Oq uyda AQSh prezidenti va Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari S5+1 formatdagi sammit doirasida kechki ovqat ustida suhbatlashdi. Muloqot chog'ida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev navbatdagi sammitni 2026-yilda Samarqandda o'tkazishni taklif etdi. Shuningdek, AQSh va O'zbekiston o'rtasida $100 milliard savdo bitimi imzolandi. Prezident Donald Tramp o'zining Truth Social sahifasida O'zbekiston va AQSh o'rtasida misli ko'rilmagan savdo-iqtisodiy kelishuv tuzilgani haqida ma'lum etdi. U ushbu kelishuvni ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikning yangi bosqichi sifatida qayd etdi. Trampning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston yaqin 3 yil ichida $35 milliard investitsiya va xaridlarni amalga oshiradi. Bu mablag'lar AQShning strategik tarmoqlari, muhim minerallar, aviatsiya, avtomobil butlovchi qismlari, infratuzilma, qishloq xo'jaligi, energetika, kimyo va axborot texnologiyalari sohalariga yo'naltiriladi. Keyingi 10 yil ichida esa umumiy investitsiyalar hajmi $100 milliard dan oshishi kutilmoqda. Tramp shuningdek O'zbekiston prezidentiga minnatdorchilik bildirib, ikki davlat o'rtasidagi uzoq muddatli va samarali hamkorlikni intiqlik bilan kutayotganligini yozgan. Qoraqalpog'istonda Kungrat Salt Free Zone sanoat zonasi tashkil etiladi. Ushbu zonada 2025-2026 yillarda 50 gektar yer uchastkasida investitsiya loyihalari amalga oshirilib, kelgusi yillarda ehtiyojlardan kelib chiqib, sanoat zonasi hududi 200 gektargacha kengaytirib boriladi. Sanoat zonasi investitsiya loyihalarini amalga oshirishni boshlagan tadbirkorlarga 5 yil muddatga Nukus erkin iqtisodiy zonasi ishtirokchisi maqomi beriladi. 2026-yilda qo'shimcha infratuzilma barpo etish orqali tuzni qayta ishlash uchun qulay sharoit yaratish kamida $50 million miqdoridagi investitsiyalarni o'zlashtirish, jahon bozoridagi yirik investorlarni jalb qilish va yangi eksport bozorlarini o'zlashtirish belgilanmoqda. Shuningdek, 2026-2030 yillarda jami $200 million miqdoridagi investitsiyalarni jalb qilish to'g'risidagi taklif ma'qullandi. Xo'jaylida Yoshlar ijtimoiy iqtisodiy markazi tashkil etiladi. Markaz hududida IT universitet, startaplar texnoparki va ularni qo'llab-quvvatlash innovatsion guruhlari, yoshlar bandligini ta'minlashga qaratilgan ishlab chiqarish korxonalari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, qurib foydalanishga topshirilgan ijtimoiy soha obyektlari investor tomonidan tegishli davlat idoralari tasarrufiga beg'araz o'tkazib beriladi. Bundan tashqari, Vazirlar Kengashi huzurida davlat muassasasi shaklida Yoshlar ijtimoiy iqtisodiy markazi direksiyasi tashkil etiladi. Sho'monayda yangi korxona ishga tushdi. Sho'monay tumani Mamiy ovul fuqarolar yig'inida joylashgan Promo Service Sho'monay korxonasi tomonidan sanoatda foydalanish uchun polietilen qop ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilib, bugungi kunda bir sutkada 12 ming dona mahsulot ishlab chiqarilmoqda. Tumanning iqtisodiy rivojlanishiga o'z hissasini qo'shayotgan korxonada 22 nafar fuqaro doimiy ish bilan ta'minlangan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2024-yil 24 dekabrdagi 454-sonli qaroriga asosan Taxtako'pir tumanidagi Quvonch Jarma kanalida suv chiqarish quvvati 3 kub metr sekund bo'lgan zamonaviy nasos stansiyasining qurilish ishlari amalga oshirilmoqda. Loyihaning umumiy qiymati 5 milliard 296 ming so'm bo'lib, nasos stansiyasi uchun zamonaviy 8 dona suv chiqarish agregatlari 75 kilovatli quvvatga ega quyosh panellari qurilmoqda. Ushbu quyosh panellari stansiyani barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash imkonini beradi. Natijada tumandagi O'zbekiston, Qora'oy mahallalari, shuningdek Otako'l mahallasining ayrim qismlarida joylashgan qishloq xo'jaligi va tomorqa yer egalarining suv bilan ta'minlanishi holati yaxshilanadi hamda aholining turmush sifati yaxshilanishiga zamin yaratiladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xushxabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Kelgusi hafta siz uchun ham, biz uchun ham xushxabarlarga to'la bo'lsin.